Assalomu alaykum hammalaringizga, hurmatli va aziz mehmonlarimiz. Mana shu xonadonimiz Sahnamiz markaziga Makyusuf otajonimizni chaqirib berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Marhaba. Kim chaqirganingizga? Assalomu alaykum. Bitta qo'ng'iroq qilsangiz bilan Assalomu alaykum. Maqsad yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Keldik bizga yana. Sizni bugungi shkolatimiz bilan, sizni bugungi tavbalag'ayimiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarning qalbiga kirib kelayotgan mehribonlardan tabrik loyihasi sizni xonadoningizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shkola kuningiz muborak bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, hamma tug'ilgan kun sohiblariga beradigan savollarimizni bugun sizga bermoqchiman. Bugun xursandchilik kuningiz, shukona kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuningiz, to'g'rimi? Bugungi mana shu shodona kunga mehribonlar tabrik loyihasi ijodkorlaridan kim taklif qildi deb o'ylaysiz xonadoningizga? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizni qarshingizda, sizni xonadoningizda turibmiz. Avvalo xush kelibsizlar amalar. Xudo hammamizga mashqlarga yetkazsin. Ular ham har yil kelaverishlar, tug'ilgan kunlarga ikki marta, uch marta hammamiz uyimizga borishlar. Farzandlardan Farzandlardan, nechta farzand bo'ldi? 4 ta. 4 ta farzandingiz, o'zingizning farzandlaringiz. Hammalar bugun tug'ilgan kuningizga kelganlarmi? Kimlar endi farzandlardan ismlardan sanab beramiz, maqsadda kattalardan boshlaymiz. Komil kamerasi, Hilol opa ikkinchi farzandiz, Dildor opa, Otaniyoz. 2 o'g'il, 2 nafar qiz farzandlar bor. Jami 4 ta. Endi bugungi mana shu xursandchiligimizga bizning kanalımizda qaysi farzandingiz taklif qildi deb o'ylaysiz? Qizlardan chiqqanmi bu taklif yoki o'g'illardan chiqqanmi? Keling, bu tomonga keling. Bu tomonga aytib oling. Kimlar? Yigitlardanmi yoki qizlardan chiqqan? Qizlardan chiqqan. Qizlar ko'proq otajonlarga tegmaydi. Qaysi farzandingiz otajonlarni ko'proq yaxshi ko'radi? Baribir bittalari ko'proq yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Alohida bo'lib ajrab turadigan farzandingiz qaysi bo'ladi? Yurakka yaqin qaysi bo'ladi? Siz qaysi bilan ko'proq yaxshi ko'rasiz? Boshqa farzandlarchi? Baribir farzandlarni bir-birlaridan ayirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Mehribon farzandlar. Bir-birlariga oqibati bo'lgan aka-singillar. Bugungi mana shu shukunatimizga bizning jamoamiz a'zolarini Komil aka boshchiligida barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta qarsakchani qo'yamiz. Farzandlarni tayyorlagan surprizlarga. Bugun otajonimiz tug'ilgan kunlar. Bugun otajonimizni shukuna kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlar. Bugungi mana shu shodona kunlarda biz farzandlarni otajonimizga o'zimizni bir kunlik rahmatimizni aytib, kayfiyatlarni ko'taringlar. Yaxshi ko'rsimiz aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Otajonimiz shu hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa surpriz, mana shunaqa kayfiyat ulashdan charchamaymiz deb farzandlarimiz. Xursandmisiz? Nima gaplar bor farzandlarimizga? Sog' bo'lsin, tinch bo'lsin, baxtli bo'lsin. Ana, naviralar o'qishsinlar. Yomonlik qilmasinlar. Xursandmiz asosiysi. Albatta. Kayfiyatingiz oshmayotganmi? Bugungi tug'ilgan kuningizga turmush o'rtog'ingiz Fazliddin bilan taklif qilganmisiz? Aytamiz Fazliddin jiyan, Kirivarol. Assalomu alaykum. Mana shu bolalarimizni onajonim chaqirib oling, iltimos. Keling, bu tomonga turasiz. Assalomu alaykum. Hozirda yaxshimisiz? Keldik bizga yana. O'tgan safar sizni tug'ilgan kuningizga kelgandik, esingizda bo'lsa. Bugun farzandlar ishtirokida otajonlarni, turmush o'rtoqlarining kayfiyatini ko'tarib, jamoamiz orqali ozgina quvonch ulashishga harakat qilamiz. Agar ruxsat bersangiz, birinchi samimiy tayyorni sizdan eshitmoqchiman. Marhamat, assalomu alaykum.
Şikayetler amalarız. Rahmat. Xo'jayinlarni tug'ilgan kunlariga 100 yoshlarga kirsinlar. Hammalar boshimizga suv bersinlar. Farzandlarni, aka-ukalarni hammalar rohatlarini ko'rib yuraylik iloyim. Hamma vaqt suv bersinlar. Musofirchilikda bilamiz. Mehmondo'rchilikda qayerda bo'lsa ham dadajonimiz hamda onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari nevaralari. Xudo xohlasa evalarga o'xshab to'ti bo'lsin deb Komil aka farzandsiz boshchiligida barcha farzandlar ishtirokida ajoyibchilik tortib kelganmiz. Ushbu shirik tortimizni ham 3 gacha sanab tabriklarimizni topshiramiz. 1 2 3 Rahmat. Komil aka tortni berib o'zingiz qaytib keling. Assalomu alaykum. Aka keling. Komil aka sizga farzandlaringiz bormi? Mikrofon. Hech nima farzandingiz bor? 3 nafar farzand. Hammalar shu yerdalar. Komil akaning farzandlari qaysi bular? Qo'llar bitasida birinchi farzand, ikkinchi farzand hamda uchinchisi. Bu Izroilga bormaydi. 3 ta farzandni ota sifatida kamol to'ptirib katta qilamiz. Oson emas ekan bu farzandlarni katta bo'lish Komil aka. Qancha mehnatlar, qancha mashaqqatlar, hammasini kunlarimizga mana shu farzandlaringizni barkamol avlod egalari qilib katta qilyapsiz. Sizni farzandlaringizni hamda sizni voyaga yetkazib katta qilishda otajoningiz bilan onajoningizni beminnat xizmatlar bor. To'g'rimi? Bugun ushbu xizmatda qaysi gaplar bilan oqlaymiz? Qaysi gaplar bilan bugun davlatingizni tabriklab rahmat aytib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Shukr. Dadajon. Yaxshi. Boshimizda doim sog' bo'ling. Dadajon, yaxshi. Qarsak azizdimi sizni yaxshi ko'raman deb aytganlar. Navbatdagi farzandlar otajoz bo'ladi. Keling, assalomu alaykum otajoz. Sizlarga bugun ajoyib yordam bilan otajonimizni tabriklab rahmat aytamiz. Assalomu alaykum avlarimizga. Xush kelibsizlar. Bugun otajon tavallud kunlari. Doim 100 yoshlarga kirsizlar. Boshimizga doim sog' bo'ling dedi. Rahmat. Yaxshi ko'raman. Xafachiliklarimiz ajoyib bildirgan niyatlariga. Endi qizlarga aytamiz. Xilofa qizlar ham kelgan ham bugun dadajonlar tug'ilgan kunlariga. Xilofa keling. Assalomu alaykum. Kamera qoldi. Rahmat aytamizmi bugun? Kasalligimiz bergan nomimizga o'zgarib sizni yaxshi ko'ramiz. Dildo'ra qizlar. Keling Dildo'ra. Assalomu alaykum. Keyingi yilda iloyim onajonim bilan hajlarga borib qo'l-jo'na bo'lib kelish nasib qilsin. Sabab iste'dod mana shu farzandlaringiz bo'lsin. Siz yaxshi yurmalar uchun. Qarzachalik qilamiz. Rahmat. Ruxsatlaringiz bilan keyingi so'zlarni kelinlar komandasidan eshitamiz, maylimi? Giyohor opa kelinlardan kelganman bugun.
Hoji boboga berdilar. Akalar Matoqboga kelinlardan va kechirasizlar Matoqboga keling sizni ko'rmay qolaman. Assalomu alaykum. Matoq keling. Ajoyib niyatlar hamda tilaklar bilan bugun ukajoningizni tabriklab quchoqlab qo'yamiz. Maylimi? Marhamat, mikrofonimizga. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun ham tavolib qilayotgan mana kiyimlarni ko'zga nasib etsin. Malaklar sog' bo'lsin. Umrlar qandan sog' bo'lsin. Mana kiyimlarga düşmanga sog'lom olmasin, sog'lom korkalar yaxshiligini nasib etsin. Ularga ham xalqimizga nasib etsin. Ota-onamizni, oilamizni faqat shu duoda inshaalloh duoda yuklashni Xudo nasib etsin. Umrida qandan sog' bo'lsin. Balo ofat zarafat Xudo ko'rsin. Allah xonadoniga shariklik yaxshilik Allohdan so'rayman. Lekin yaxshi yana o'zi yetkazsin. Umri uzoq qandoqsin, farzandimizni boshqa yersin. Allah yaxshilik qilsin. Hasan aloqamiz. Majoqub aka, Makkar ukangizni ham olib kelsin bugun. Birga olib keldingizmi? Makkar aka keling. Assalomu alaykum. Sizlarga bugun ajoyib narsalar eshitamiz, Xudo xohlasa. Ajoyib tilaklar bilan bugun akajoningizni tabriklab, xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Olib keling, chaqmoqlar. Mikrofonimizga endi ajoyib ta'rif so'zlarni eshitamiz. She'r aytagan. She'r aytaman. Ko'zlaringizga yosh olish yo'q, yig'lash yo'q. Ana yaxshi tilaklarni bilan o'ynamoqmiz akamlar. Akajonimizga kiring. Hamma vaqt ishbachalarni boshqa, nabiralarimiz boshqa, xudolarimiz boshqa hamma sog' bo'ling. Xonadonimizda hamma chaqaloqni yig'sin deb eshitibsiz. Xonadonimizga hamma yaxshi kunlarga qo'shib o'tiraylik. Hammaga shu kunlarni tilaymiz. Ana bugun pensiya yoshiga ham yetdilar, nimani aytayim? Mana pensiyalardan nasib bo'lsa, ukalarga shunday. Zamojbozdan sog' bo'ling. Hasanchalik qo'yamiz, ukalarga ajoyib niyatlar. She'r eshitdik. She'r. Maktab uzun o'yib, Rahmat, kelinlardan tabrik so'zlar eshitamiz. Javob kelinlar. akamlardan gullar yo'llab bitta o'g'illar tabriklashib qo'yamiz. Mayli, keling, kelasan. Tabriklash bepul bizlar. Marhamat. Instagramga chiqmaski. Olqishlab qo'yamiz, jiyanlarning ajoyib niyatlariga. Hozir rahmat. Hozir Qozog'iston davlatida bo'lib turgan ukalar Yunus aka bilan telefon qilib bo'lmadik. Assalomu alaykum. Akajon, bizning ovozimiz sizga eshitilyaptimi? Eshityapti gaplarimiz. Marhamat, sizlar ham ajoyib tabrik so'zlarni eshitamiz bugun. Akamlar tabriklab qo'ygan. Rahmat. Bitta qarsachalik qo'yamiz, musobaqaga yurgan qarindoshlarga. Telefoningizni berasiz. Endi kelinlardan tabrik so'zlar eshitamiz, maylimi? Kelinglar. 2 nafar kelinlar bor. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allohjon sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Xudo umr ko'ring, doim
Hozirchalik qo'yamiz sizlarning yaxshi ko'raman aytgan niyatlariga. Navbatdagi kinolar. Muqaddaslar bilan kinolar bugun. Ana she'rlar. Muqaddaslar bilan kino. Assalomu alaykum. Eng aqlli kelinim. Assalomu alaykum. Hammalarga yaxshilar. Kelganlaringiz uchun, hurmatlaringiz uchun hammalarga rahmat. Hammalarga rahmat. Joy o'qitlarga qaramasin. Hammalarimiz do'yimizni ushlab kirib, ana shu do'yim aql berib yashaylik. Alkışlar qo'yamiz. Qanaqaga binoan Turg'az chayonlardan ham tabrik so'zlari eshitishimiz kerak. Turg'az keling, kutilmagan burilish. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aha. Assalomu alaykum amaga. Amakima tug'ilganlar ekan. Amaki 100 yoshga kiring. Eng yomon kunlardan oradamizdan tungi har biriga armon. Yangi avvaldan hammamizdan ham boshimizga savob bildiringlar, duo qilinglar, rahmatlar bering. Bizga Hozirchalik qo'yamiz. Rahmat. Xursandmisiz? Kayfiyat ancha ko'tarildi. Hozir aytganimizdek mana shu farzandlarimizni duo qilishdan charchamayman. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash safimiz o'tadi. Qarang, bugungi tug'ilgan kuningizni kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida, sizlarga yanada quvonch ulash maqsadida ikkita ajoyib ayiq panolarimiz olib kelganmiz. Qaysi ashlarga bugun siz boshligingizda raqs aytamiz. Bugun ulaymiz turmadan joyiga. Qaysi ashlarga raqs aytamiz? Mayli, o'z bosh bilasiz. Otajonlarimiz haqida, otajonlarimiz hamda onajon haqida bilar, maylimi? O'zingiz bosh bo'lish sharti bilan. O'zingiz bosh bo'lish sharti bilan. Kelinglar hammalarimizni dadajonlarimiz hamda onajonlarimiz ishtirokida raqsdan qilamiz. Kelinglar bakalım. Bazı mehmonimizdan tabrik so'zlari eshitib davom etamiz. Xumor opa ham keldilar, adashmasam. Xumor opa. Zulxumor opa. Keling, Zulxumor opa, kechirasiz. Keling, assalomu alaykum. Ablangiz o'sha apa? Ukajoningizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Keling, yaqin. Aha. Assalomu alaykum. Hammalaringizga xush kelibsizlar. Qajonim, Batustjon tug'ilgan kuni. Mo'ljal yoshlari. Mana shu kun bilan bo'lgan. Chin yurakdan tabriklayman. Keyin bilan Peshapar ayollar 100 yoshlarga kiringlar. Hamma vaqt yaxshi kunlaringiz ko'paysin. Nabiralarimiz ko'paysin. Ana shunday yaxshi kunlaringizga hamma vaqt kelib o'tirsin. Xudoga saraylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir tomonlarni ham Rustam aka ham keldilarmi? Rustam aka kuyovlar. Rustam aka qochib ketdi. Mashinaga berib aylanib ketdi. Ana, nima aytdingiz? Xudolar ham kelishdilar bugun adashmasam. Xudolar ham kimlar kelganlar? Xudolardan. Borlar. Assalomu alaykum. Aha. Assalomu alaykum. Bizning yaqindan kelgan aziz mehmonlar, bugun tug'ilgan kunlaringga bafalarimiz, tabriklab bizga bergansiz. Xudojon, imkonlaringizga ming rahmat. Sizga tegishli, sizga ta'zim qilaman. Ajoyib qiz yaxshi. Tarbiyalab bersizlar.
shu farzandlarimiz tomonidan kayfiyatimizni ko'tarib, jamoamizni orqasidan ozgina bir quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Xonadonimizdan mana shunday yuqori kayfiyat, yuzlaringizdan tabassum hech qachon tark etmasin. Bugungi tug'ilgan kuni, bugungi shukrona kuni mana shunaqa yuqori hamda yaxshi kayfiyatda davom ettirasizlar. Katta rahmat hammangizga, tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat.